Well, ko'pchilik Anvar aka bilan qanaqa tanishgansiz deb so'rab aytishadi. Men 6 yil gaplashganman yorim bilan. O'sha 6 yil ichida hech urushib arazlashganmizlar, yes. Ko'p urushib arazlashganmiz, lekin ajralishmaganmiz. Eng ko'p urushib arazlashganimiz 20 kun bo'lgan. Unda ham men IELTS topshirayotganim uchun o'zim polniy aloqalari uzganman, IELTSga taylanaman deb. 6 yil davomida umuman hech kim bilan uchrashuvga chiqmaganman, gaplashib ham ko'rish xohlamaganman uyga sovchi kelsa. Butun qarindoshlarimiz bilgan shtoyan yigitim bor. Rosta gapirishgan, omiydi, osa shu paytgacha olardi, yig'ishdir, u bola bo'lmaydi. Anvar akadan boshqasini eshitmaganman. Lekin hayolimdan hech qachon bu bilan gaplashganman, bu bilan gaplashganimni hamma biladi, shuning uchun bunga tegishim kerak degan narsa bo'lmagan. Oxirgi yilda ham o'sha IELTS topshirgan yilda ham urushib qolganmiz, keyin jahl qilib IELTS topshirganmanda tegmayman men senga deb aytganman. U nima degan? Tegasan baribir degan. Boyi hali tegmayman deganman, lekin tegdim. Gaplashganimizga 6 yil bo'lgandan keyin u aka Angliyaga o'qishga kirgan. Keyin mayli ketavering, borib kelavering, deganingizdan keyin to'y qilamiz desam, yo'q degan. 6 yil gaplashib menga ishonmaysanmi? Qanaqasiga men boshqasiga tegib ketishim mumkinmi? Siz bilan shuncha gaplashib desam, ha mumkin degan. Fikrim o'zgaruvchan, Anvar aka fikrini o'zgartirib bo'lmaydi. Men ketsam seni ayniqsa olishadi, olib qo'yishadi mendan deb tezda to'y qilib olib ketgan. 6 yil ichida men xafa qilsam ham hayotimda lekin yalinmaganman. O'shaning uchun aytaman, qizlar yalinmasligi kerak. Uzr deb kechirim so'raganman, lekin hech qachon yalinmaganman. O'zim ham odamlarga yalinmaganman hayotimda. Ishonganim qaranglar, qanaqa yaxshi qizmanman. Ishonganman yigitga, hamma ayniqsa ham yo'q. Tegsam faqat shunga tegaman deb turganman. O'sha skincare-ni ham tugatib oldim. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, shunaqa rubrikalar nimalardir gapirib berib skincare qilishim, bilaksa qoldiringlar, keyingisiga nimalarni gapirib beraman.